Bir paxlava tarixi. Paxlava pishgandan keyin o'zimizcha ko'lachalar quyib, bitish qilib, o'zimiz xursand qilganmiz. Unni elab olib, margarinlar solib, yaxshilab urvoqlab oldik. Orqachasidan tuxum, qattiq soldik. Jiyanim qo'li bilan bunday qilib trend olaman desam, qo'lini bermay yig'lab tashladi. Keyin mayli qo'yaver, o'zim qilaman dedimda. Xamirlarni o'zim qilib tashladim. Bittasini yoyib, duxovkada pishirib oldim. Endi bizesiga o'tdik. Bizesini yaxshilab ko'pirtirib oldim. Ko'pirib chiqqan bezemga yong'oq soldim, mayiz soldim, aralashtirib tashladim. Yoygan xamirimga bezelar soldim. Pishirib olgan xamirimni qo'yib, yana beze soldim. Bu yoqda Ominaxon stream qilib yotibdi. Eng tepasiga xamirimni yopib, ustlariga surib oldim. Parod qilib, duxovkamga solishim bilan svet o'chib qoldi. 1 soat svet kelmay, paxlava bo'lib ketdi. Yaxshilab kesib olib, ustilariga yong'oqchalar kapalaklilaridan qo'yib oldik.